Hakima ismining ma'nosi. Ushbu Hakima ismi asosan qiz bolalarga qo'yiladi va bu ism arabcha bo'lib, quyidagi ma'nolarga ega. Hakima donolik, aql, oqila va oqilona fikr yurituvchi. Hakima donolik sohibi, aqlli, oqil va ma'naviyatli ayol degan ma'noni bildiradi. Hakima ismi odatda oqilona va mulohazakor, mas'uliyatli va tushuncha bilan qaror qabul qiluvchi, atrofdagilarga maslahat beruvchi va hurmat qozonuvchi ayol bo'lsin degan tilak bilan qo'yiladi.